Assalomu alaykum akalar. Mashinamizni so'ng zashtaga olib qo'yganmiz. So'ng zashtalarimizni bir qator narxini tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'pchilik so'rayapti. Xo'p, Luda keramik bor, Ultrafit bor, Kartek bor. Xo'p, bularning hammasi Koreya. Ultrafitni brendi ham Koreya. Dolasi toza brend. Xo'p, oldiga 500 ming so'm bo'ladi. Oldilar bu ikkita eshik qo'shilsa 800 ming so'm bo'ladi. Narx-navosi xudo xolasa chiroyli qilib topshiramiz, tochqa tushirmay. Ko'pchilik so'raydi, oldilar bo'yiga o'zi nech pul deydi, 500 ming bo'ladi. Uni ham effekti o'rtacha bo'ladi, sababi oldi lobga issada strechnik soladi, shuni hisobiga oldiga ko'proq issalik o'tadi. Xudo xolasa ancha 88% so'ng zashtasi bor. Xudo xolasa kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.